videoga oladigan telefoni bor odamlar siz uchun qo'shimcha daromad eshigi ochildi. Bu aynan Moskvada ish bor kanali uchun alohida loyiha. Hozir tushuntiraman. Siz umuman farqi yo'q ishni, qaysidir ishda ishlaysiz. Siz ishlab turgan ishingizda, masalan, qo'l harakatlar, amallar bilan ishlaysiz fizически. Ana shu protsessni tasvirga olib bizga yuborasiz. Tasvirga olishda ham kamida 3 xil rakurs. Bu degani pastdan, tepadan, chapdan, o'ngdan. Kamida shuncha. Siz qilgan ishingizni kameraga olib tasvirlab tushirasiz. Sharti bor. Bundan tashqari, rakurslardan tashqari yana bir eng muhim sharti, buni bekorga topmadim. Yuzingizni bekitasiz. Hech kim sizni tanimasin. Bizga yuzingizni tanish shart emas. Bizga o'sha amal vaqtida chiqadigan ovozlar, ASMR deydi. ASMR ovozlar deyiladi. ASMR ovozlar bilan ishni protsessi muhim. Pastda raqam qoldiraman, shu raqamga bog'lanib, tushirishdan oldin kimda xohish bo'lsa, uyg'onsa, tushirishdan oldin telefon qilishingiz mumkin, o'zim javob beraman. Tushirgandan keyin menga tashib berasiz o'sha videoni. Men ko'rib chiqqan holda har bir donasini 100 rubldan sotib olaman.